Mavzu: biologiya o'qitishda o'quvchilarga mustaqil fikrlashni targ'ib toptirish. Hozirgi zamon ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri mustaqil fikrlaydigan, ijodiy, izlanuvchan va hayotiy muammolarni hal qila oladigan shaxsni tarbiyalashdir. Shu nuqtai nazardan biologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarga mustaqil fikrlashni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Biologiya fani tirik tabiat, inson organizmi, ekologik muammolar, irsiyat, evolyutsiya va hayot jarayonlarini o'rganadi. Bu fan o'quvchilardan kuzatish, tahlil qilish, taqqoslash, tajriba o'tkazish, xulosa chiqarish kabi aqliy faoliyatlarni talab qiladi. Mustaqil fikrlash tushunchasi. Mustaqil fikrlash bu shaxsning biror bir voqea, hodisa, muammo yoki savol yuzasidan boshqalarning tayyor fikriga tayanmasdan o'z bilimi va tajribasi asosida xulosa chiqarishi, o'z munosabatini bildira olishi demakdir. Mustaqil fikrlash quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, erkin fikr yuritish. Ikkinchisi, muammolarni hal qilish, sabab va oqibatlarni aniqlash, dalillar asosida xulosa chiqarish, o'z fikrini himoya qila olish, yangicha yechim topa olish va tanqidiy va ijodiy yondashish. Biologiya fanining mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi imkoniyatlari. Biologiya fanining mazmuni mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun juda qulaydir, chunki biologiyada tabiat hodisalari kuzatiladi, tajribalar o'tkaziladi, organizmlar tuzilishi tahlil qilinadi, hayotiy muammolar muhokama qilinadi, ekologik vaziyatlar baholanadi va sog'lom turmush bo'yicha xulosalar chiqariladi. Masalan, nima sababdan o'simliklar quyosh nuri bo'lmasa nobud bo'ladi? Nega yurak doimo ishlaydi? Nima uchun ekologik muvozanat buziladi? Irsiy kasalliklarning oldini olish mumkinmi? Bunday savollar o'quvchini fikrlashga undaydi. Biologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Chunki biologiya tabiat hodisalari, tirik organizmlar hayoti, inson salomatligi va ekologik muammolarni o'rganadigan fan bo'lib, u o'quvchilardan kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va mustaqil qaror qabul qilishni talab etadi. Shu sababli biologiya darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Biologiya darslarida mustaqil fikrlashni rivojlantirishning asosiy usullaridan biri muammoli ta'lim hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilar oldiga muammoli savollar qo'yadi. Masalan, nima sababdan o'simliklar yorug'liksiz yashay olmaydi? Nega ayrim hayvonlar qish uyqusiga ketadi? Kabi savollar o'quvchini izlanishga undaydi. Yana bir samarali usul tajriba va amaliy mashg'ulotlardir. Laboratoriya ishlarida o'quvchilar mustaqil ravishda tajriba o'tkazib, natijalarni kuzatadi va tahlil qiladi. Bu esa ularni ilmiy fikrlashni rivojlantiradi. Guruhli ishlash va munozaralar ham mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar kichik guruhlarda biror mavzuni muhokama qilib, o'z fikrlarini himoya qiladi. Masalan, ekologik muammolar, sog'lom turmush tarzi va genetik masalalar yuzasidan bahslar tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi bu jarayonda faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va rag'batlantiruvchi bo'lishi kerak. O'quvchining har qanday mustaqil fikri qadrlanishi, to'g'ri yo'lga solinishi lozim. Xulosa qilib aytganda, biologiya o'qitishda o'quvchilarda mustaqil fikrlashni targ'ib toptirish orqali ularning bilim saviyasi, ijodkorligi, ilmiy dunyoqarashi va hayotiy kompetensiyalari rivojlanadi. Natijada jamiyatga fikrlay oladigan ongli va faol shaxslar voyaga yetadi.